Zavqli kun. Aziz teletomoshabinlar, siz Nurafshon telekanalida Zavqli kun dasturini tomosha qilyapsiz. Biz davom etamiz. Nargiza, bilasizmi, studiyamizga doim shifokorlarni taklif qilishsa ikki karra xursand bo'lib ketaman, sababi doim teletomoshabinlarimiz intiqlik bilan kutishadi. Sihat, salomatlik, umuman olganda tibbiyot asosiy dolzarb mavzulardan biri bo'lib qolaveradi, chunki har bir insonga sihat, salomatlik kerak hisoblanadi. Qolaversam men ham shifokorman desangiz bo'ladi. Albatta. Endi mehmonimizni tanishtirib o'ting, marhamat. Xuddi shunday. Birinchi suhbatdoshimiz ham o'z efirlariga yetib keldilar. Ularni tanishtirib o'taman. Milliy tibbiyot markazi neyroxirurgi Habibullo Hasanov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni xush ko'rdik. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Habibullo aka, yangi yillar muborak bo'lsin. Kelayotgan bayramlaringiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Rahmat, o'zlaringizga ham muborak bo'lsin yangi yil. Hozirda Marhamat, yurtdoshlarimiz bilan yaxshilab birinchi so'rashib olsangizda, undan keyin siz bilan jiddiy bo'lgan suhbatimizga kirishsak. Men Habibullo Abduxoliqovich Hasanov, 10 yillik tajribali neyroxirurg shifokorman. Hozirgi kunda Milliy tibbiyot markazining neyroxirurgiya bo'limida mehnat faoliyatimizni olib boramiz. Habibullo aka, bugun O'zbekistonda neyroxirurgiya qay darajada rivojlangan deb ayta olasiz? Neyroxirurgiya sohasi umuman tibbiyotni boshqa sohalardan ham hisobga oladigan bo'lsak, so'nggi yillardagi olib borilayotgan islohotlarimiz, tibbiyotga olib kirilayotgan turli xil yuqori texnologik instrumentlar, turli xil yangi metodlar, ilmiy kashfiyotlar natijasida O'zbekiston tibbiyoti ham hozir dunyo miqyosidagi kerakli bir darajada raqobatbardosh bir sohaga aylanib bormoqda. Buning yaqqol misoli sifatida biz aytishimiz mumkinki, masalan, yaqin kungacha organlar, ya'ni a'zolar transplantatsiyasi bizda mavjud emas edi. Hozirgi kunda o'zi respublikada yiliga 300-400 ta atrofida jigar, buyrak transplantatsiyalari amalga oshirilmoqda. Bu transplantologiya sohasi, kardiologiya, kardioxirurgiya va neyroxirurgiya sohasi ham shu borada o'zini yutuqlariga ega. Masalan, Milliy tibbiyot markazini misolida oladigan bo'lsak, bizda o'tgan yilgi davomida bizga yangi robotik neyronavigatsion sistema olib kirildi va biza shu robotik neyronavigatsion sistema asosida miyani millimetrlargacha bo'lgan o'lchamda aniqlikka ega, yo'nalishga ega bo'lamiz va qanaqadir miyani o'smalarimi, qon tomir malformatsiyasi yoki qanaqadir epilepsiya chaqiruvchi o'choqlarni aniqlikda 1 millimetrgacha aniqlab kirib borib, o'sha robot yordamida olib tashlashga muvaffaq bo'ldik. Juda ham yaxshi. Ilgarilari chet elda qilinardi deb aytib o'tdingiz, mana operatsiyalar aynan sizning sohangiz bo'yicha miyadagi o'smalar bo'ladimi yoki asab tizimi bilan bog'liq boshqa operatsiyalar bo'ladimi? Barchasini bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirishning imkoni bormi? Hozirgi kunda O'zbekistonda bir talaygina neyroxirurgik maktablar o'z faoliyatini olib bormoqda. Bu Toshkent shahrining o'zida bir necha joyda, bundan tashqari Xorazm viloyati, uzoq Nukus shahrida, Farg'ona, Samarqand viloyatlarida neyroxirurgik maktablar, ya'ni neyroxirurgik maskanlar tashkil topgan va ularning barchasida yuqori turdagi, yuqori texnologik amaliyotlar bajarilmoqda. Xususan bular bosh miyaning muhim funksional sohasida joylashgan turli xil patologiya o'smalarida miyani uyg'oq jarrohligi yoki bo'lmasam ko'pincha tug'ish yoshidagi ayollarda, xotin-qizlarda yoki bo'lmasam o'spirin yigitlarda kuzatiladigan gipofiz adenomalarida kam invaziv o'sha robotik navigatsion texnologiyalardan foydalangan holda burun orqali endoskopik transnazal transfenodal usulda olib tashlanyapti. Bu nima natija beradi? Masalan, ko'pchilik o'ylaydiki, odamga masalan siz ham hammamiz operatsiyadan oldin qo'rqamiz, stress bo'ladi, depressiya bo'ladi. Lekin bemorlar boshlarini ochilmasligini his qilganda, shunchaki burun orqali kosmetik jihatdan toza holatda kirib olib tashlanganda stress ham kam bo'ladi va shifokorga, tibbiyotga nisbatan ishonchi ham ortib boradi. Va o'smalarda olib tashlashda erishiladigan yutuqlarimiz, nogironlik ko'rsatkichini kamayishi yoki bo'lmasam o'sha inson hayotini uzaytirish, aksariyat hollarda o'sha xavfli kasallikdan batamom qutulish imkoniyatini ega bo'lgandan keyin bir bemordan ikkinchi bemorga ma'lumotlar almashinuvi bo'lib turib, insonlar yaxshi bir taassurotga ega bo'lmoqda va
shu kungacha mana oxirgi so'nggi 5-6 yil davomida bu natijalar juda yaqqol ko'zga tashlanyapti. Ya'ni jadallik bilan rivojlanib boryapti. Bu albatta tibbiyot sohasidagi umuman islohotlarni oqilona olib borilayotganini bir yaxshi natijasi deb hisoblaymiz. Juda ham ajoyib. Habibullo aka, bilamizki, neyroxirurgiya o'zi bo'limi ko'plab tibbiyot sohalari bilan birgalikda olib boriladi. Misol uchun travmatologiya, ortopediya yoki kardiologiya yoki nevrologiya sohalari bilan birgalikda olib boriladi, chunki operatsiya jarayonlari juda ham noyob va mini invaziv. Juda ham bilamizki, o'sha operatsiya jarayonlarida har bir hujayraga, har bir to'qima va har bir organlarga alohida ahamiyat qaratishimiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda operatsiyadan oldingi jarayonlar qanday o'tadi va bemorlarni operatsiya jarayonlariga, operativ muolajalarga tayyorlashda nimalarga e'tibor qaratish lozim bo'ladi? Bu juda to'g'ri va o'rinli savol bo'ldi. Tibbiy jihatdan mutaxassis sifatida biz avvalo bemorlarni ruhiy holati, kayfiyatiga e'tibor beramiz. Nafaqat bemorlar, ularning yon atrofdagi qarindoshlari, farzandlariga ham e'tibor beramiz. Avvalo bemorda o'sha tibbiy psixologlar yordamida bemorni murakkab bosh miya operatsiyasiga tayyorlash bir o'zgacha bir bosqichda o'tadi. Ya'ni bemorga hayotga bo'lgan ishonchini oshirish, tibbiyot yutuqlaridan ma'lumotlar berish, kasalligini masalan bu tuzalmas dard emasligini, buni davosi borligini tushuntirish, to'g'ri ma'lumot yetkazish bemorlarda tibbiyotga nisbatan ishonch ortadi. Undan keyingi masala bu shifokorlarni o'rtasida bo'ladigan konsilium. Ya'ni bunda nima qiladi? Kardiologlar qatnashishi mumkin, nevropatologlar, reanimatsiya xodimlari, anesteziologlar, bundan tashqari lor shifokorlari, stomatologlar ham qatnashadi. Bunda operatsiya davomida bemorda qanaqadir jiddiy noxush oqibatlarga olib keladimi, yo'qmi? Bu sabablar o'rganiladi va bu sabablarni o'rganish uchun biz albatta bemorni to'liq tibbiy tekshiruvdan o'tkazamiz. Bunda agar bemorda o'sha umumiy narkozga tayyorligini bilsak, organizmida qanaqadir boshqa operatsiyaga to'sqinlik qiladigan jarayonlar bo'lmasa, bizlar o'sha operatsiyani olib borishga harakat qilamiz va avvalo operatsionni bir kun oldin bizlar butun neyroxirurg jamoasi yordamida bemorni holatini, bu MRT rasmlari bo'ladimi yoki UZI qog'ozlari bo'ladimi, hammasini analiz qilib chiqib, butun dunyoda mavjud yangi texnologiyalar, qanaqadir usullarda alternativlari bo'lsa, biz tekshirib, solishtirib chiqamiz. O'zaro taqqoslaymiz va bemor uchun optimal, xavfsiz yo'lini tanlagan holda operatsion jihozlarni ham optimal ish faoliyatiga ishonch hosil qilgan holamizda keyin bemorni operatsion xonasiga olib kiramiz. Bu vaqtda bizda nevrologlar, ya'ni interoperatsion neyrofiziologlar deydi, miyani faoliyatini operatsiya davomida nazorat qilib turadi va mana shu mutaxassislar bilan birgalikda bizlar operatsiyani amalga oshiramiz. Oddiy qilib bosh miyani uyg'oq jarrohligi dedik-ku. Unda bemor bilan maxsus suhbat o'tkazadigan mutaxassislar ham bo'ladi va bemorning ruhiy faoliyati, nutqi, kognitiv, ya'ni aqliy fikrlash faoliyati, diqqat markazlarini kuzatib boramiz. Mana shuning uchun aytaman doim, bu tibbiyot bu bir kishiga yo bir bemorga yo bir shifokorga yo bemorning uchinchi tomon qarindoshlariga bog'liq emas. Bu jamoaviy yutuqlarni jamlagan bir soha hisoblanadi. Demak, kollektiv orqali o'sha konsiliumlar yuqorida aytib o'tganingizdek bajarib boriladi. Endi shu o'rinda mana operatsiya oldi holatlari, tayyorlash kurslari haftalab, kunlab ketadi bu jarayonlarga va operatsiyadan keyingi, ya'ni operativ muolajani bemor olib bo'ldi va undan keyingi reabilitatsiya davri, ya'ni muolajalarni davom ettirish va uni hayotga to'laqonli qaytarib berish jarayonlari qanday operatsiyalarda uzoqroq kechadi, qanday kam invaziv operatsiyalarda esa kamroq reabilitatsiya qilamiz. Shu haqida gapirsangiz. Demak, operatsiyalar o'z navbatida ikki guruhga bo'ladi. Ya'ni yuqori invazivlik, ya'ni katta jarohatlar bilan, katta kesmalar bilan bajariladigan operatsiyalar va kam invaziv, yuqori texnologiyalar yordamida bajariladigan operatsiyalar. O'z navbatida bu operatsiyalarni ham reabilitatsiya, ya'ni operatsiyadan keyingi bemorni normal ijtimoiy hayotga qaytish davrini turli bosqichlarga bo'lishimiz mumkin. Masalan, eng erta operatsion davr bu asosan bizda reanimatsion xonalarda kechadi. Ya'ni bemorda operatsiyadan keyingi stresslar, dorilarning ta'siri, narkotik moddalar natijasidagi
turli xil gallyutsinatsiyalar bo'lishi mumkin. Bu holatdan chiqarish, to'g'ri nafas olish, yurak ritmini faollashtirish va bemorda o'sha tibbiy jihozlarga bog'liq bo'lmagan hayotini ta'minlash birinchi etap bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi bosqich albatta bemorga operatsiyani muvaffaqiyatli o'tganligi haqida ma'lumot berish. Bu insonni ruhiyatiga juda kuchli ta'sir qiladi. Masalan, har qanday insonni oling, o'zidagi o'zgarishlarning juda yaxshiligi, kayfiyatining yaxshiligi insonni kayfiyatiga ham ta'sir qiladi-da, bu albatta bemorlarda tez tiklanishiga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari operatsiyada masalan bosh miya o'smalarini oladigan bo'lsak, ba'zan hollarda bemorlarda vaqtinchalik qo'l o'ng tomon yoki chap tomon qo'l oyoqlarning yaxshi faoliyat bermasligi yoki sezuvchanlik faoliyatini kamayishi bizga qo'shimcha reabilitatsiya, massaj, fizioterapiya yoki transkranial magnitli stimulyatsiya degan turli bir davolash usullarini qo'shishimizga sababchi bo'ladi va shuning natijasida maxsus individual tarzda bemorlar bilan alohida ishlashadi. Shu sababli bemorlar sekinlik bilan normal hayotga qaytadi. Bu maqsadimiz bemorlarning nafaqat umrini uzaytirish, nafaqat bemorlarda mana shu sog'ligi bilan bog'liq bo'lgan muammoni bartaraf qilishdan tashqari hayot sifatini yaxshilash. Ya'ni bemor o'ziga o'zi to'liqona xizmat ko'rsatishi kerak. Hech qanaqa cheklovlarga ega bo'lmasligi kerak. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman, juda ham dolzarb va aktual narsa. Bugungi kunda yuqorida mana Nargiza ham aytib o'tdi, O'zbekistonda neyroxirurgiya assotsiatsiyasi ham mavjud va neyroxirurgiya umuman rivojlanib bormoqda-da. Yaqinda o'zim ham shifokor bo'lganligim uchun shunday holatga duch keldimki, O'rta Osiyoda ham, qo'shni davlatlarimizdan ham bemorlarimiz aynan O'zbekistonda neyrojarrohlik amaliyotlarini o'tkazish uchun juda ham ko'plab kelmoqda. Aynan Milliy tibbiyot markazida bu qanday amalga oshiriladi? Misol uchun yaqinda eshitib qoldim, Tojikiston Respublikasidan bir bemorni olib kelishdi, aynan Milliy tibbiyot markazida operativ muolajalarni olish uchun. Chunki u yerdagi shifokorlar ham mana shu O'zbekistonda juda ham yuqori texnologik va invaziv, ya'ni kam invaziv operatsiyalarni bajarish juda ham yaxshi rivojlangan deb maslahat berishgan. Shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Demak, bizda so'nggi vaqtlarda yaqin qo'shni davlatlardan bemorlarimiz soni yildan-yilga oshib bormoqda. Bu bizni erishadigan yutuqlarimiz natijasi. Yaqin kunlarda ichida bizlar Tojikiston Respublikasida turli xil klinikalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik va bizning yordamimiz kerak bo'lgan hollarda albatta bizga murojaat qilishlari mumkin. Bir oy oldincha adashmasam Tojikiston Respublikasidan bir yoshi kattaroq ayol kishi bizga murojaat qilgan. U kishida gipofiz adenomasi aniqlangan. Biz bemorni o'sha yuqorida ta'kidlab o'tgan barcha jarayonlardan o'tkazib, jarrohlik amaliyotiga tayyorlab, o'sha gipofiz adenomasini boshni ochmasdan o'sha endoskopik minimal invaziv usulda burun orqali kirib olib tashladik. Bu birinchisi. Bundan tashqari bizga qo'shni davlatlardan tashqari chekka hududlardan ham bemorlar murojaat qilishadi. Bir holatimiz bo'lgan, hattoki shifokorlarning o'zlari ham murojaat qilishgan. Ya'ni bundan emas, bir shifokorimizning farzandida epilepsiya kasalligi rivojlangan va uni turli xil dori-darmonlar bilan davolaganda natija bermagan. Biz nima qildik? Biz o'sha robot navigatsion sistemadan foydalandikda epilepsiya markazini aniqlab, o'sha fokal kortikal displaziya aniqladi va u miyani harakat markaziga, ya'ni qo'l va oyoqlarni harakat qiladigan markazga juda yaqin edi. Bizlar robot navigatsion sistemadan foydalanganimizda harakat markazi qayerda va o'sha epilepsiya o'chog'i qayerdaligini biz aniqladik va aynan o'sha joyni olib tashlaganimizdan keyin bemorda hech qanaqa nevrologik defitsitlarsiz, ya'ni qo'l oyoq harakatlar, sezgida faoliyatlarida buzilishlarsiz bemor yaxshi operatsiyani o'tkazdi, muvaffaqiyatli o'tdi va operatsiyadan keyingi davrda mana hozirgi kungacha bizlar muloqotda bo'lib turamiz. Ular bilan sudur, ya'ni epilepsiya xurujlari bemorda hozircha kuzatilgani yo'q. Bu birinchi holat. Yana bir holatda bemorda epilepsiya bilan kasallanganda o'sha vagus nerviga stimulyatsiya o'rnatdik. Bu ham epilepsiyani nazorat qilishga juda yaxshi yordam bermoqda. Shu yutuqlarimiz sababli bizga hozir xorijdan juda ko'p bemorlar tashrif bermoqda va
biz faol ravishda ularga yordam berishda davom etmoqdamiz. Tibbiyot turizmi ham alohida rivojlanib bormoqda. Juda ham ajoyib. Shu o'rinda yana bir o'sha gapingizni epilepsiya deb o'tdingiz. Bugungi kunda bilamiz, qabul bo'limlarida ishlaymiz. Bolalar orasida ba'zi holatlarda temperaturadan keyin issiq ko'tarilib ketadi-ku, umuman olganda organizm, va ba'zi hollarda talvasa sindromlari kuzatiladi yoki epilepsiyalar kuzatiladi. Aynan bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz, onalarimizga qanday maslahatlar berardingizki va bolalarni parvarishlashda qanday muammolar bor va qanday sabablar keltirib chiqaradi va qanday maslahatlar bera olasiz? Demak, bola parvarishi jamiyatimizda bir alohida mavzu. Buni og'irli tomonlari ham bor, yutuqli tomonlari ham bor. Aynan epilepsiya xurujlariga keladigan bo'lsak, ko'pchilikda qo'rquv bor, xavotir bor. Sababi epilepsiya kasalligini davosi yo'q deb hisoblaydi yoki bo'lmasam epilepsiya xuruji kuzatiladigan bolaga ko'pchilik atrofi bilan o'rab olishadi-da, shu turli xil tilini tortishlar, qoshiqlar bilan yoki bo'lmasam og'zini ochishlariga harakatlar bo'ladi. Bu nima qiladi? Naborot, ya'ni nima desam, aksincha ta'sir qiladi. Bu bemorga o'rab olgandan keyin unga havo yetishmay boshlaydi. Ya'ni epilepsiyada o'zi nafas siqishi hisobiga, nafas yo'li bekilish hisobiga bemorga havo yetishmay turibdi va undan tashqari biz o'rab olganimizdan keyin ham ularga undan ham ko'proq havo yetishmovchilik belgilari bo'ladi. Shunda maslahat beraman, atrofda ko'pchilik o'rab olmasdan bir kishi bemorni yotqizib, boshini yon tomonga engashtirib, burib va bemorni to'liq yaxshi nafas olayotganligiga e'tibor bersa, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni shu holatda epilepsiya xurujlari 80-90% holatlarda sekinlik bilan o'tib ketadi. Undan keyin albatta tez yordam shifokoriga murojaat qilish yoki bo'lmasam o'zlariga yaqin bo'lgan oilaviy poliklinikalarga murojaat qilib, keyingi davolash, diagnostika bosqichlaridan o'tishlari kerak bo'ladi. Bu holatga yengil qarash kerak emas. Masalan, oddiy yuqori temperatura ta'sirida paydo bo'lgan epilepsiya xurujlari bolada bir umrga saqlanib qolishi ham mumkin. Mana shu narsani oldini olish uchun ham biz albatta tibbiy tekshiruvlardan o'z vaqtida va to'g'ri mutaxassisda o'tishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday biz ham o'qigan paytlarimizda aynan epilepsiyasi bor bemorlarimiz o'z navbatida diagnostika tekshiruvlardan o'tganligidan so'ng va shu bilan bir qatorda yillar davomida o'zining kerakli bo'lgan dori moddalarni qabul qilib yurgandan so'ng bosh miyadagi o'choqlar kamayadi va epilepsiya tashxisi ham umuman yo'qolib, kasalligi ham yo'qolib ketishi mumkin bo'ladi. Katta rahmat, Farruh, siz bir narsani unutib qo'ydingiz-da hozir. Nimani unutib qo'ydingiz? Bilasizmi? Meni ham shu yerda borligimni. Marhamat. Savollarim bor, mayli yo'llab qo'ysam. Boya o'simtalar haqida so'z ketganida xayolimda bitta fikr aylanishni boshladi. Xalq orasida bitta fikr borda. Mana shu biz foydalanayotgan gadjetlar, turli texnikalardan tarqalayotgan nurlar sababli o'simtalar kelib chiqish ehtimoli bor. O'zi haqiqatan ham shu holat, shu fikrlar to'g'rimi? Bu o'zi o'simtani keltirib chiqarishni qanchalik rag'batlaydi? Demak, bu fikrda jon bor. Ya'ni buni shaxsan meni tajribamda aniq faktlar bor. O'simtani o'sha radiatsiya yordamida rivojlanishi. Men ismlarni oshkor qilmayman, bu tibbiy sir hisoblanadi. Menga 2 yilcha oldin Koreya davlatida PhD, ya'ni ilmiy tadqiqot o'tkazib, undan keyin doktorlik ilmiy tadqiqotlari uchun Yaponiyada yadro fizikasi institutida ilmiy tadqiqot qilish uchun o'qishga kirgan bir o'zimizni yurtdoshimizni hikoyasini eshitganman. Ya'ni nima bo'lyapti bu? Biz bilamizki, Koreyada ham, Yaponiyada ham insonlarni qanaqadir sog'ligi bilan muammosi bo'lmasa ham ular muntazam tibbiy tekshiruvdan o'tib turishadi va o'sha tibbiy tekshiruvlardan o'tgan vaqtda u insonda miyasida hech qanaqa narsa aniqlanmagan. O'sha aynan yadro tibbiyoti ilmiy tadqiqot laboratoriyasida ilmiy ishni boshlagandan 8 oy o'tib bemorda bir marta epilepsiya xuruji kuzatilgan. Shunda u tibbiy xizmat, ya'ni tibbiy tekshiruvlardan o'tib bosh miyasini MRT qilganda bosh miyasida o'sma aniqlangan. Bu o'sha radiatsiyani miyadagi o'smalarning rivojlanishiga ta'sirini bir yaqqol misoli. Bu bo'lgan voqea, hech qanaqa uydirma yoki to'qib chiqarilgan narsa emas. Shundan keyin u bemorimiz o'sha hattoki o'sha ilmiy ishini tashlashga ham, boshqa yo'nalishda ketishga ham majbur bo'lgan
va u davolangandan keyin o'sma olib tashlangan va bemor hozirgi kunda o'zini hayotini, sog'lom hayot tarzini kechirmoqda. Javob uchun rahmat. Hozir endi baribir tibbiy ko'rikdan qanday o'tish kerakligi bo'yicha yana suhbatlashamiz. Undan oldin esa ozgina tanaffus qilamiz va navbatni multfilmga beramiz. Zavqli kun. Qadrli teletomoshabinlar, biz yana studiyaga qaytdik. Boya Farruh eslatib o'tgan edik manzillarimizni. Agar yaqinlaringizni tug'ilgan kunlari bo'layotgan bo'lsa, bizga nomalaringizni yo'llasangiz, egalariga yo'llab qo'yamiz degan edik. Bizga bitta noma kelib tushdi, uni o'qib eshittirmoqchiman. Assalomu alaykum, Nurafshon TV ijodkorlari. Bugun mening ayolim Dilnozaning tavallud kuni. Shu munosabat bilan tabriklab qolaman. Unga uzoq umr tilab, yaxshi ko'rishimni bildirmoqchiman. Jondan aziz suyganim, umr yo'ldoshim, ham do'stim, ham sirdoshim. Senga dilda ataganlarim bisyor, lekin qolganini o'zingga aytaman deya turmush o'rtoqlari Imom Zukurov bizga noma yo'llaganlar. Biz ham Dilnozaxonni tavallud ayyomlari bilan tabriklab qolamiz. Mustahkam salomatlik, oilaviy baxt, qalb xotirjamligi sizni hech qachon tark etmasin. Ana endi biz mutaxassisimiz bilan suhbatga qaytishimiz kerak. Boya tibbiy ko'rikdan o'tish masalasini aytib o'tdingiz. Ko'pchilik holatlarda biz mana shu tibbiy ko'rikdan qancha muddat orasida o'tib turishimiz kerakligini va aynan qaysi tekshiruvlarni amalga oshirishimiz kerakligini bilavermaymiz. Fuqarolarga qaysi ko'riklardan qancha muddat orasida o'tib turishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? To'g'ri va o'rinli savol. Demak, tibbiy tekshiruvlardan o'tish bu inson hayotidagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ya'ni kim aytmoqchimanki, bizni hech narsa bezovta qilmaganlar, hech qanaqa kasallik belgilari bo'lmagan holatda ham yilida kamida bir marta biz to'liq tekshiruvdan o'tishimiz kerak. Bularga nima kiradi? Bu umumiy qon tahlillari, qonning biokimik tahlillari, bakteriologik tekshiruvlar, ko'z shifokori ko'rigi, kardiolog shifokorining ko'rigi, yurakning kardiogrammasi, ekokardiografiyasi va bosh miyaning MRTsi so'nggi kunlarda ayollarda uchraydigan kasalliklarni skriningi maqsadida onkomammoliklar ko'rigi ham tavsiya qilinadi. Shunday qiladigan bo'lsak, biz ma'lum bir yashirin kechadigan kasalliklarni o'z vaqtida aniqlashga muvaffaq bo'lamiz va o'z vaqtida erta aniqlangan kasalliklarni davolashi ham juda oson va bemorlar uchun ham juda tez bo'ladi va kam xavotirli bo'ladi deb o'ylaymiz. Aynan o'zingizni yo'nalishingizdan kelib chiqib aytsangiz, fuqarolar ko'pchilik holatlarda o'sha joni og'rimaguncha shifokorga bormaydi-da, cho'zib yuradi. Agar o'tkazib yuborsa vaqtini, neyroxirurgiya yo'nalishi bo'yicha olib qarasak, qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Neyroxirurgiya sohasining eng og'riqli nuqtasi bu hozirgi kunda afsuski bosh miya o'smalari bo'lib turibdi. Va o'smalar biz insonlarga men o'syapman, sana hayotingga xavf tug'diryapman, hayotingni cheklayapman, uzunligini, hayotingni davomiyligini qisqartiryapman deb bizni ogohlantirmaydi. Ular juda sekinlik bilan o'sadi aksariyatlari va hech qanaqa simptomlarsiz kechadi va natijada uni kech aniqlash, uni juda katta yirik hajmlarga ega bo'lganda aniqlanadi. Ba'zi hollarda bu miyani muhim o'zaklariga tarqab ketgan bo'ladi. Ya'ni miyani o'zagi deganda bu miya ko'prigi, uzunchoq miya, bu yerlarda inson uchun muhim sohalar, ya'ni nafas markazi, qon tomir, yurak qon tomir markazlari joylashgan bo'ladi. Bu sohani o'simta egallab olgandan keyin buni butunlay olib tashlashni imkoni bo'lmaydi va afsuski ko'p bemorlarimizni mana shu sohada joylashgan o'smalar bilan biz yo'qotib qo'yamiz. Erta aniqlanganda nima natijaga erishish mumkin? Hozir yuqori texnologik instrumentlarimiz juda ham ko'p. Oddiy biri bu gamma nosh, ya'ni gamma pichoq. 3 santimetrgacha bo'lgan o'smalarni operatsiyasiz kuydirib yo'qotib yuborishi mumkin. Yoki bo'lmasam oddiy limfomalar, markaziy asab tizimining limfomalari juda katta hajmga yetib, miyani muhim strukturalarni bosishi natijasida bemorda hayotidan tashqari hayot sifatiga ham ta'sir qiladi, nogiron qilib qo'yishi mumkin. Lekin o'shani o'z vaqtida, kichik vaqtida aniqlansa, limfomalarni ham operatsiya zarurati bo'lmaydi va dori-darmon bilan davolashga to'g'ri keladi. Ya'ni samara beradi. Oddiy gipofiz adenomalarini olaylik. Bu o'simta xavfsiz, lekin ko'pchilik
yoshlarimizni, ayniqsa ayollarimizni bepush qilib qo'yapti, farzandsizlikka sabab bo'lyapti. Bu kichkina davrida millimetrlarda uchragan vaqtida odamda gormonal o'zgarishlar keltirib chiqaradi. Afsuski, ko'pchilik fuqarolarimiz bu narsani o'zida bo'ladigan qanaqadir shamollashlar bilan, qanaqadir yoshi bilan o'tkazishlar, yosh davrini o'tish, ya'ni fertil yosh 39 yosh bo'ladigan bo'lsa, o'sha tug'ish yoshi shu davrda tugaydi va o'sha davrda bilan bog'lashadi va natijada kichkina oddiygina bir dopamin agonistlari bilan davolash mumkin bo'lgan gipofiz adenomasi yirik hajmga yetadi va ko'z nervini bosib, bemorni ko'rlikkacha ham olib kelishi mumkin va bemor bepushlikka sabab bo'ladi. O'shani masalan o'z vaqtida aniqlab, dorisini vaqtida beradigan bo'lsak, bu o'sha dori umuman adenomani so'rilib ketishiga va bemordagi kelajakda bo'ladigan muammolarni bartaraf etilishiga sabab bo'ladi. Farzandsizlikdan aziyat chekmaydi, ko'zini yo'qotib nogiron bo'lib qolmaydi. Sifatli, sog'lom hayot tarzini kechiradi. Habibul aka, shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, amaliyotingizda psixotrop moddalar, giyohvandlik moddalarini tatib ko'rgan yoki bo'lmasam qabul qilgan bemorlar ham uchrab turadi va shunday bemorlarda miya sohasida, asab tizimida qanday qaytarib bo'lmas oqibatlarga olib kelishi mumkin? Bu soha bizni amaliyotda uchrab turadigan holatlardan biri, asosan bu neyroxirurgiyadagi shoshilinch holatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni bemorlarimiz hushsiz holatda yoki bo'lmasam ruhiyati buzilgan holatlarda bizga murojaat qiladi va bu ko'pincha tashxis qo'yishni juda qiyinlashtirib yuboradi. Sababi biz o'ylaymizki, bemorda og'ir miya jarohati bo'ldimi yoki bo'lmasam narkotik psixotrop moddalarni iste'mol qildimi. Bu tibbiy tekshiruvlar, nevrologik tekshiruvlar natijasida aniqlanadi. Bemorning ko'z qorachiqlari kengaygan va yuqori dozadagi narkotik moddalarni iste'mol qilish albatta bu nafas markazini falajlanishiga, nafasni to'xtashiga yoki yurak markazlariga ta'sir qilib, yurak ritmini tushirib yuborishiga, qon bosimini kritik darajada tushib ketib, hayotiga juda xavfli tarzda ta'sir qiladi. Narkotik moddalar bu alohida og'riqli tema. O'shaning uchun ham bunda jiddiy yondashish kerak. Buni o'z vaqtida antidotlarini qilmasa, insonni biz bemorlarni yo'qotib qo'yishimiz ham mumkin hattoki. Javoblar uchun katta rahmat aytib qolamiz. Suhbat uchun, kelganingiz uchun ham. Insonlarning salomatligini mustahkamlashda o'zingizni hissangizni qo'shib kelyapsiz. Mana shu yo'ldan hech qachon charchamang deymiz. Ana endi Farruh, agar teletomoshabinlarimiz siz bizni dasturni boshidan buyon tomosha qilayotgan bo'lsangiz, Farruh bilan birgalikda sizning diqqatingizni sinab ko'rmoqchimiz. Hozir biz e'tiboringizga kinodan parcha namoyish etamiz. Siz esa uni nimaga namoyish etganimizni bilishingiz, topishingiz kerak bo'ladi. Marhamat. Birga tomosha qilamiz. Zavqli kun.